Grija bilan necha yilgacha yursa bo'ladi? Bu eng ko'p beriladigan savollardan bittasi. Hozir mana shuni YouTube videosida izohlashga harakat qilamiz. Grija kasalligi bo'yinda, ko'krakda, belda yuzaga kelishi mumkin. Bo'yinda yuzaga keladigan grija eng xavflilaridan bittasi hisoblanadi. Nega? Chunki u yerda orqa miya to'ldirib turadi kanalni. Grija oqib chiqqan paytda orqa miyani turtib qo'yadi va buning hisobiga oyoqlarda va qo'llarda harakat cheklanib qolishi mumkin. Hattoki bemor bir umrga nogiron bo'lib, yotoq holatda qolib ketishi mumkin. Mana shu jihatdan juda ham xavfli hisoblanadi. Shuning uchun bo'yinda yuzaga kelgan grija bilan bemor uzoq muddat yurishi mumkin emas. Agar qanchalik siz uzoq muddat yursangiz, MRT tushgan bo'lsangiz, albatta MRT qog'ozini olib qarang. Agar u yerda miyelopatiya deb yozilgan bo'lsa, sizni uzoq vaqt yurishingiz talab etilmaydi. Ya'ni sizni tezda neyroxirurgga murojaat qilishingiz kerak. Miyelopatiya bu orqa miyani zararlanishi. Ya'ni grijangiz oqib chiqib, to'g'ridan-to'g'ri orqa miya bilan kontaktda bo'lib turibdi va bu sizni kelajakda oyoqlaringiz va qo'llaringizda harakatni mutlaq chegaralanishiga, hattoki chanoq a'zolari faoliyatini izdan chiqarish, ya'ni siyish, ichki idishda ham muammolar yuzaga kelib qolishi mumkin. Shuning uchun albatta siz MRT qog'ozini olgan paytingizda o'qib ko'ring. Agar u yerda miyelopatiya so'zi bo'lsa, tezda shifokor bilan maslahatlashganingiz ma'qul. Ya'ni uzoq muddat yurishingiz kerak bo'lmaydi. Keyingisi ko'krak umurtqalarida yuzaga keladigan disk cho'ralari. Ko'krak umurtqalarida yuzaga keladigan disk cho'ralarida ko'pgina bemorlar "Mani yuragim og'riyapti, yurakimda muammo bor" deb kardiolog shifokorlariga murojaat qilishadi. Chunki bu og'riq xuddiki yurak og'rig'iga o'xshash og'riq beradi. Ya'ni qovurg'a yoyi bo'ylab tarqaladi. Bunday holatlarda nima qilish kerak? Bunday bemorlar odatda mashq bajaradi va fizioterapevtik muolajalar bilan birga olib boriladi. Agar bular yordam bermasa, dori-darmon ham yordam bermasa, keyinchalik operativ usul ham qo'llanishi mumkin. Keyingi eng xavfli grijalardan bittasi bu bel grijasi. Bel grijasi odatda 6 xil yo'nalishda chiqishi mumkin. Qaysi yo'nalishga chiqishiga qarab turib sizga xavf tug'diradi. Ya'ni lecheniya talabgorligi shunga qarab bo'ladi. Eng xavflilaridan bittasi bu o'rtadan oqib chiqib, pastga qarab yoki yuqoriga qarab harakatlanishi, ya'ni sekvestr hosil qilishi va u yerda o'sha orqa miyadan tushib keladigan nerv tolalari bo'ladi. Bular bilan muloqoti, ya'ni kontakti yuzaga kelib qolsa, og'riq juda ham kuchli bo'ladi va operatsiyasiz vaziyatdan chiqish qiyin bo'ladi. Biz qachon operatsiya kerak yoki yo'qligini aniqlaymiz. Qachonki bemor bizga bel grijasi bilan yokida bo'yin grijasi bilan murojaat qilib kelsa, biz ularni elektroneyromiyografiya tekshiruvini taklif qilamiz. Elektroneyromiyografiya tekshiruvida oyog'ingizga boradigan yoki qo'lingizga boradigan nervni qay darajada grija hozir bosib turibdi va zararli ta'sir ko'rsatyapti. Biz shuni aniqlab olamiz. Agar bu grija kichik bo'lsa-yu, ya'ni 4 millimetr bo'lsa-yu, lekin ayni sizni nervingizga tegib turgan bo'lsa va uni faoliyatini 100% zararlab turgan bo'lsa, bu tezda operatsiyani talab etadi va bunday holatlarda og'riq odatda to'xtamaydi. Ya'ni bemorda har qanaqa og'riq qoldiruvchi qilishingizdan qat'iy nazar og'riqlar qolmaydi. Men buni amaliyotda juda ham ko'p sinab ko'rganman. Mana o'zimga shaxsan bemor kelgan, bir oy davomida og'riq qo'lida to'xtamagan va ko'pgina nevrolog shifokorlar lecheniya qilishgan, lekin biz NMG tekshiruvini o'tkazdik. NMGda 100% zararlanish yuzaga keldi va biz MRT tushirganimizda, qayta qilganimizda foraminal disk cho'rasi yuzaga keldi va buni hisobiga u bemorni to'liq operatsiyaga ko'rsatma deb yubordik. Ya'ni ortiqcha harakat kerak emas. Ya'ni unda mashq bajaring yoki nimadir qiling deb yo'qotib bo'lmaydi bunaqa vaziyatlarda. Qachon biz bemorlarga mashq bajaring yokida harakat qiling deb tavsiya beramiz? Ularni disk cho'rasi, hayotiga xavf tug'dirmasa, orqa miya bilan kontakti bo'lmasa, hali yuqorida aytganimdek NMGda muammolar yuzaga kelmasa, biz albatta bemorga harakatlarni kuchaytiramiz. Ya'ni LFK mahsulotlarini yoki mashq bajarishlarini tayinlaymiz. Bunday bemorlar odatda mashq bajarish kerak bo'lgan bemorlar ko'pincha o'tirgan holatda ishlaydigan bemorlar bo'ladi. Ya'ni bular bankerlar yoki shofyorlar yoki umuman o'qituvchilar, umuman kompyuter oldida ishlaydigan aytishniklar, xullas kim bilsangiz o'tirib ishlaydiganlar hammasi bularga muhtoj hisoblanadi mashq bajarishga. Agar siz mashq bajarmas ekansiz, bo'yningizda, ko'kragingizda yoki belingizda doimiy grija xavfi sizni tark etmaydi. Eng yomon asoratlari haqida gaplashamiz. Asorati: agar sizni belingizdan grija oqib chiqdi, sizda NMG qildingiz, zararlanish bor, bilasiz, что sizda nervingiz 90% ishlamayapti. Sizga shifokor operatsiya taklif qildi, siz qilmadingiz. Endi nima bo'ladi? Endi bu sizni oyog'ingizni keyinchalik ishlamasligiga sabab bo'ladi. Ya'ni periferik falajlik yuzaga keladi. Siz insultmasiz, lekin oyog'ingizni faoliyati izdan chiqib qolib, ot yurishga o'xshab tap bosib yurishni boshlaysiz. Bu juda ham yomon hisoblanadi. Ya'ni buni vaqti juda ham yomon. Ya'ni siz qanchalik ko'p yurganingiz sari
bu zararli tarafga o'ynab ketaveradi. Ya'ni nervni qayta tiklab bo'lmaydigan holatga yetib borishi mumkin. Yokida bo'yinda grija oqib chiqdi, orqa miyaga tegdi, miyelopatiya chaqirdi, vaqtida shifokorga murojaat qilmasangiz, 4 ta loyiha qo'yilingiz ham ishlamasdan qolishi mumkin. Shuning uchun har qanaqa holatda shifokor bilan mashq bajarish kerak yo'qligi, sizga konservativ, ya'ni dori-darmon bilan davolanish kerakmi yo'qmi, yokida boshqa operativ muolaja kerakmi yo'qmi, albatta mutaxassis bilan maslahatlashgan holatda olib borish kerak. Qachon grija bilan yurish mumkin? Qachonki sizni grijangiz oqib chiqdi, 5 millimetr, 6 millimetrdir belingizda masalan. U karashok bilan aloqasi yo'q, enemiga qildingiz, muammolar yo'k. Albatta siz 10-20 kun ichida tuzalib ketasiz va bemalol yurishingiz mumkin. Ishonavering, sizni o'zingizni organizmingizni makrofag hujayralari bu grijalarni parchalab yo'q qilib yuboradi. Ya'ni siz 1 yildan keyin tushsangiz, mashq bajarib bizni aytganingizni qilgan bo'lsangiz, bu grija yo'q bo'lib ketadi. Ishonavering, shunaqa holatlar bizni amaliyotimizda juda ham ko'p kuzatiladi. Bo'yin grijasi ham xuddi shunaqa. Mashqlarni bajarsangiz, o'zingizga e'tibor qaratsangiz, biz yozib bergan dori-darmonlarning hammasiga e'tibor qaratsangiz, bu grijalar yo'qolib, so'rilib ketish xususiyatiga ega. Yokida kalsiyatlanib qotib qoladi va sizga mutlaq zarar bermaydi. Mana shu holatlarni, yuqoridagi gaplarni eshitdingiz, xulosa qildingiz, nima xulosaga keldingiz yoki boshingizdan grija kasalligi haqida nimalar boshingizdan o'tgan? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Bu bizga albatta qiziq va bu haqda o'qib chiqib, biza keyinchalik bemorlarga aytib berishimiz mumkin bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qiling. Diz churrasi bo'lsa, albatta shifokor bilan maslahatlashgan holatda mashq, dori-darmon yoki operativ muolajalarni tanlashni tavsiya qilaman.